Endi masalan ayollar kam, erkaklar ko'p deyapmiz, ko'chada bilinmayapti bu. Ko'chaga chiqsangiz erkak yo'q. Bozorga borsangiz ham erkak yo'q. Ana kuni to'yga borsam, kuyovni o'zi o'tiribdi. Meni ko'rib xursand bo'lib ketdi. Avaz aka ketib qolmaysizmi? Dogovorga qo'shib beraman dedi. Men to'yim borsam, meni ham olib ketayotgan iltimos deydi. Men restoran, kafelarga kiring, erkaklar yo'q, ayollar o'tiribdi. Gapni o'sha yerda yeydigan bo'libsizlar-a? Chaqa ko'chiryapsizlar-a gapda? Aha, gapni yeb, ortga ovqatlarni eriga olib ketyapti. Er uyda och. Ukajon, men bilan ham saboy solib bering, men bilan ham solib bering. Opisantdan itingizgami, opa? Itga ovqat bormi erimga, Tozalab sol. Uyga olib kelib bersa, er xursand. Xotin zo'r joylarda o'tirasizlar-a? Meni ham olib bor biron kun. Xotinlarchini olib borsizga, o'tiring uyda. Voy, ayollarda jamiyatda roli bo'lsin desak, ko'chada rolda ham xotinlar yuribdi. 60% mashinani hozir ayollarimiz haydayapti ko'chada. Ha? Opa singillarimiz. Mashinasi borlar bormi, opalar? Ha, sizlar. Qanaqa mashina? Ikkita? Mashinami? Ikkita mashinangiz bormi? Qanaqa mashina? Hyundai bilan Tegur Jitao. Otini ham yaxshi bilmaydi lekin. Kim olib bergan? Eringiz olib berganmi? O'zingiz olganmisiz? Bekorlarda aytibsiz-da. Hozir eri olib beryapti. Haligi turmush o'rtog'imga deb nomerini o'rniga yozib, ayolimga deb yozib, ashula aytib turibdi bu yoqda Alisher Payiz. Bu xotiniga kalit topshiryapti. Ko'rdinglarmi? Tangri bergan boyligim, qoshi kaman yayligim, o'zimni chiroyligim, baxtlimisan ay, gohida ko'zingda yosh, gohi men sal bag'ri tosh, kel bo'lay senga sirdosh, baxtlimisan ay, baxtlimisan ay, baxtlimisan ay. Hayot yo'llaring men bilan bog'laganingga baxtlimisan ay, baxtlimisan ay. Afsuslanmaysanmi meni tanlaganingga? Lay 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 lay, la 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 lay 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 lay. Kalitni bersa, xotin xursand, kutmagandim. Qayerda kutmaysiz? Pulsizda turadi-ku, opa, qayerda kutmaysiz? Minishni ham eri o'rgatyapti. Xotin, baraka topgur. 1 oydan berichi gaz bilan tormoz barqay bormayapsan. Mana gaz, mana tormoz, tushunyapsanmi? Tormoz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaqit qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiring-da, men zo'r haydayman mashinani. Siz hayajonlantiryapsiz-da meni. Eri aybdor ekan. Men sizga ipodromdan video yozib qilaman. O'tiring uyda debdi. Xotin mashinani haydab chiqib ketgan. Er uyda radio eshitib o'tirgan ekan, avtoradioni. Bu payt radiodan e'lon ketib qopti. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq streshni yuribdi. Er qo'rqib ketib xotiniga telefon qildi. "Hali xotin qayerdasan?" "Ko'chadaman." "Hozir radioda eshitib qoldim, ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq streshni yurgan ekan." "Voy dadasi, bitta ahmoq emas, hamma ahmoq streshida kelyapti mana" debdi.
Oldin rolda o'tirsa, xotin o mashinaning janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotinda-da, to'g'rimi? Yonida Voy, dadasi mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldimga tushib olib yugurib ketyapti. Rotasini bosib ketaman hozir. Baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da. Voy, gayini ko'rsam, uncha-munchasi seskanib ketadi erkaklar, ha? Men o'zim ichki ishlar xodim bo'lsam ham, gayini ko'rsam, "Vop" deb qo'yaman. Voy, ayollarni gayi bilan gaplashishni ko'rsangiz. Ha, kamandir. Turibsizmi? Traori. Nima narishini? Kapitan Boltaboyev. Opajon, tunneldan chiqyapsiz. Tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak. Endi shuncha erkak turganda shu tunnelda chirog'ini men yoqamanmi hozir? Kechirasiz opa, tushunmadingiz. Tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak. Qatdan yonadi bu tunnelning chirog'i? Opa, baba tushunmayapsiz. Hujjat bormi, hujjat? Bor, bering. Xotinlarning mashinasi hamma narsa bo'ladi-yu. Opamiz ham poypaslanib qorong'ida pudrani berib yuboribdi. Gay ham qurashiraku, pudranimda ochsa oynasi turadi-yu. Oynaga bundoq qarab. Yo. Ya opa. Aytmaysizmi, gayda ishlayman deb. Mana ketavering. O'sha sap-sariq bolalar, "Как тебя зовут?" desang, "Меня зовут Bobur" deb qo'yadi. Ha, Bobur, Mahmud akani o'g'li-da u. Va bizni ayollar, erkaklarimizni sezib qopdi. Bularning o'zining maqoli bor-ku, erkak kishi uydan 3 qadam chiqsa bo'ydoq deydi. Ayollar ham sezib qopdi. Hozir qayerga borsa birga boryapti ayollar. Mana Rossiyaga konsert qo'ygani bordik. 70% ayollar, 30% erkaklar. Oldin teskarisi bo'lardi. Men aytdim, "Erkaklar qani?" desam, "Deport bo'lib ketdi" deydi. Ayollar qo'ymanglar. Ketaveringlar birga. Bittasi qarang, qishloqdan shahar markaziga chiqmagan xotinni Moskvaning sentriga olib ketibdi. Ana ayol Moskvada bir hafta yurgandan keyin prochoskalar o'zgarib, kiyinishlar o'zgarib, erishdan kelsa turganmish. Keldingizmi? Xafa bo'lmang, qishloqda bilinmagan ekan. Chumo ekansiz, debdi. Og'zingga qarab gapir, nima deyapsan desa. Qo'ying, siz varki jentlmen emassiz. Haqiqiy jentlmen mana qo'shnimiz Sasha aka. Har kuni ertalab xotinini o'pib, keyin ishga ketadi. Ishdan keladi, yana o'padi. Siz ham shunaqa qilsangiz bo'lmaydimi? Siz kallang bormi? Sasha akaning xotini menga nomahram-ku. Shunda ham o'zini xotini xayoliga kelmayapti-da. Ana Yevropada tug'ilish kam bo'lgani uchun ba'zi davlatlarda shunaqa ekan. Qarang, bitta bola tug'sa $5000 berar ekan, ikkinchi bolasini tug'sa $10,000 berar ekan, uchinchi bolasini tug'sa kvartira berar ekan. Shunda ham yevropalik ayollar bola tug'ishni xohlamayapti. Jonini azobga qo'yishni xohlamayapti. Bizni ayollarga 5000 beraman deng. Hozir chiqsin-da mashqarol Telegramdan kelsin. Turdiga. Amazonxonni ko'rmaganmizmi? Televizorda ham har kuni qo'yib ezvaryapti-yu.